Bu video yaqinda farzandli bo'lgan otalarimiz uchun maxsus ishlangan. Siz yaqinda farzandli bo'ldingiz va ko'p vaqt o'tmay ayolingizni tanqid qilishni boshladingiz. O'zingga qara, semirib ketibsan, qorning chiqib yotibdi, menga umuman befarqsan deb, to'g'rimi? Lekin tanganing ikkinchi tarafi bor. Ayolingiz shu farzandingizni bu dunyoga keltirguncha 9 oy vujudida katta qilgan va albatta uning gormonal foni o'zgargan. Ya'ni homilani, farzandni dunyoga keltirguncha 9 oy vaqt o'tgan bo'lsa, tanani qayta tiklanishi uchun undan ham ko'p vaqt kerak bo'ladi. Gormonal fonni o'zgarishning oqibatida albatta asab tizimi ham chatoq bo'ladi. Ya'ni tezgina asabiy bo'lib, yig'loqi bo'lib qolishi mumkin. Va gormonal foni yana to'liq tiklanmaganligi uchun ham ozgina jinsiy mayl pasayishi bo'lishi mumkin. Vaqtida ko'p narsaga ulgurmayotgan bo'lishi mumkin. Yokida farzandiga qo'shilishib yig'loqi bo'lib qolib, hech narsaga ulgurmasligi mumkin va hattoki sizga ham. Albatta qo'ymaslikka harakat qiling. Birinchi navbatda o'zingiz farzandingizni qo'lga oling. Chunki farzand birinchi navbatda otasining mehrini sezadi. Va ayolingizga ozgina 1-2 soat bo'lsa ham uyqu bering. Yaxshi gapirishga harakat qiling, har doim podдержка, ya'ni ko'mak berishga harakat qiling. Kerak bo'lsa birgalikda o'tirib ovqatlaning yoki nima yeging kelyapti deb so'rab surishtiring. Va jinsiy xohishi pasaygan ayoldan chilla chiqqandan keyin darrowgina aloqani so'ramang. Chunki ayol hali to'liq tiklanmagan bo'ladi, hattoki chilla chiqsa ham. Chilla chiqmaguncha o'zi umuman jinsiy yaqinlik ham mumkin emas. Agar siz shu maslahatlarimga rioya qilsangiz, ishoning, ayolingiz sizga yana va yana farzand tug'ib bergisi keladi. Bu videoni saqlab qo'ying va yaqinda farzandli bo'lgan otalarga jo'natib qo'ying.